Ba'zan ikkala tarafdan ikki xil operatsiya o'tkazishga majbur bo'lamiz. Qiziq emasmi? Kelinglar birgalikda rasmdagi bemorimizning qoqlarini muhokama qilamiz. Mana bu rasmdagi bemorimizning yuqori qoqlariga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, asimetriya mavjud bo'lib, aynan mana shu asimetriyaga bemorimiz shikoyat etib kelganlar. Ana endi rasmda chap tarafda, bemorning esa o'ng tarafidagi qoqlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, birozgina ortiqcha to'qimamiz mavjud. Ikkinchi tarafda esa nisbatan biroz ko'proq. Agarda ushbu bemorimizda ortiqcha teri hamda mushaklar bir xil tarzda olib tashlanganda, mana shu asimetriyadan bartaraf bo'lmas edik. Ya'ni ko'zning aylana mushagi hamda ko'z atrofidagi yog'larimiz qoqlarimizga hajm berib turadi. Mana shu joyda yog'lar yetishmovchiligi bo'lib, birozgina bo'yiqlik mavjud va qoqlar osilishi teri elastikligining kamayishi hisobiga. Ikkinchi tarafimizda esa teri elastiklik kamayishi hamda mushaklarning tonusi pasayishi hisobiga qoqlarimiz osilgan. Ya'ni bemorimizning bir tarafida ortiqcha teridan xalos etib, ikkinchi tarafida esa ortiqcha teri hamda kuchsizlangan mushakdan xalos etib berganmiz.